Toshkentda Alloh rahmat qilsin, Anvar akam vakilliklari nima deydi? Xo'ja Ahror deydi. Toshkent vakilligi. O'sha yerda bo'lgan bir voqeani menga aytib qolishdi, o'sha yerdagi xodimlar, masjiddagi xodimlar. Masjidda bir iPad yo'qolgan. Oradan bir kun, 2 kun o'tib, telefon yo'qolgan. Yoki aksincha, oldin telefon, keyin iPad yo'qolgan. Kamerani kuzatishda bir yoshli yigit, 13 yosh bola ekan. 13 yosh bola ekan. Olib kelib, keyin so'roq qilishgan bolani. Bola yosh bola ekan, 13-14 yosh bola. Tanlagan osongina. O'g'rilik qilgan bola Andijonlik. Andijonlik Jalabiydan ekan. Menga o'sha vakilligidagilar aytib qolishdi, yuqoriga qarang, shu bola o'g'rilik videosini ko'rsatyapti, savol javob. Qarang bu deydi, 3 pora Qur'on yodlagan ekan, tuppa-tuzli qori ekan deydi. Hofiz emas, 3 pora Qur'on yodlagan. Qur'onni shunaqa yaxshi o'qiyapti deydi. Shunday Qur'on o'qiysan ekan, shu o'g'rilik qilasanmi sen? Xafa bo'ldi, Qur'on o'qib turish shunday qilibdi dedi. Dedim, aytdimki, sizlar o'ylamanglar. Men aytdimki, sizlar dedim, noto'g'ri tushunmanglar dedim. Sizlar o'ylamanglar Andijonning qorilari o'g'ri ekan deb. Andijonning o'g'risi ham qori dedim. Sizlar o'ylamanglar dedim, Andijonning qorilari o'g'ri ekan deb. Yo'q, Andijon o'g'rilari ham qori dedim.